Akajonim, bugun qayerga keldik biz? Nima qilamiz bu yerda? Aka, bugun jumaga keldik. Bilasizmi-ku? Ha. Bu kishi bizlar podpischik, klientimiz. Instagramdan bizlar topibdilar. Bugun bu kishining BYD mashinchalari zaryadga qo'yishga keldik. Aktivniy likechi shu kishi-da. Albatta bu kishi polni bizlar kuzatibdilar Instagramda. Shuning uchun katta skidkalar bilan. Skidka bilan birga jumaga kelib, ularda simlarni alishtirib, polni elektrikalarni ham Ana bu stabilizatorchalarni ham qo'yamiz. Ko'ringlar. Mana shitkalarni mana shu holga keltirdik. Oldingi ahvolini ko'rganingizdek, zaryadkalarni qo'yib, mana o'sha mashinamiz 30 amper zaryad olibdi. Stabilizatorlarni hammasini Prime firmadan qo'yib, chotlik hammasini qo'yib, 30 kvadratik laterni qo'ydik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aka bizga murojaat qilaverasizlar.